Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal katılımcıları. Bugün 3 aprel 2023 yılı biz sizlerle kurslarla tanıştırmaya geldik. Bizden olsa like basıp komentarlar koyduğum atmanlar ana kettik. Banklar canına koşuyoruz. Tutkunuzdan kabul olsun. Özünün atına canlı katılımcı kanalına atladın. Sizlerle tutuktayız. O tutkunuzdan kabul olsun. Kettik anda. Unuttuğuna biz hazır birinci kesip banka geldik. Kesip bankta $40 $40 90 bir 50 euro bir som 12 rublga unuttuğuna ruble tushib ketdi. Ona qarangizlar. Boshqa bankalar başka bankda qanday ko'ramiz. Unuttuğunu banka kelib bankda 87 so'm $40 90 so'm 80 euro bir som 12,5 rublga unuttuğuna bankda shunday oldu. Qarangizlar. Unuttuğuna biz hozir banka kelib bankda 87 so'm $40 90 so'm 80 euro 1,23 ekan bu yerda rubl. Qarangizlar unuttuğunlar hozir bankda shunday ekan. Unuttuğunu do'stlikda bankda shunday ekan. Qarangizlar 87 so'm $40 90 so'm 90 euro bir som 23 rubl ekan unuttuğuna qarangizlar. Unuttuğunlar valyuta bilan bankda bir deyil ekan. Qarangizlar 87 so'm $50 bir som 12 rubl. Qozoq tengasini o'rnashtirgan O'zbekiston 75 degan. Qarangizlar unuttuğunlar İslam Banka keldik. İslam Bank'ta da shunday ekan. Qarangizlar 87 so'm $40 90 so'm 50 euro bir som 12 rubl ekan. Unuttuğunlar qarangizlar. Hurmatli Muqat Qo'jimov kanalına katılışlar. Bugün görüşmeye ayakta sağ selamet olunuzlar, tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, javob tutganingizlar Allohim o'zi qabul qilsin demoqchimiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Hurmatli Muqat Qo'jimov kanalına katılışlar.